Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz fermer xo'jaligiga keldik. Bu yerda sigirlarni homiladorligini aniqlaymiz. Buni ishlatish juda ham oson. Buning uchun veterinar mutaxassis bo'lish shart emas. Bu test ichida nimalar bo'lishi mumkin? Bu testimiz ichida o'zini shprisi, reagenti va kasetasi bo'ladi. Hozir endi sigirimizdan qon olamiz va tekshiramiz. Mana shu joyidan qon olamiz. Mana qonimizni oldik, endi birgalikda tekshiramiz. Keling. Endi test poloskamizga qonimizni tomizamiz. Shunda bu bo'g'oz emasligini. Tomchi tomizamiz. To'ldiring. Va reagentimizni tomizamiz. Reagentdan ham 3 tomchi. Reagentdan ham 3 tomchi tomizamiz. Testimizning javobi 10, uzog'i 20 daqiqada chiqadi. Testimizning javobi chiqdi. Bunda ikkita chiziq chiqdi. Sigirimiz bo'g'oz. Agarda S chiziq, ya'ni bitta chiziq chiqqanda sigirimiz bo'g'oz bo'lmas edi. Menga bu tekshirish usuli juda yoqdi. Ya'ni o'zingiz molni stressga tushirmagan holda qondan olib tekshirish juda ma'qul keldi. Buni veterinar mutaxassis ham aniqlasa bo'ladimi? Ha, bu testimizni veterinar mutaxassis ham uy sharoitida aniqlasangiz bo'ladi. Kimga shunaqa homiladorlikni aniqlovchi testlar, ya'ni ekspress testlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.